Yaxshi bolalar, yaxshi ketyapmiz. Yaxshiroq o'ynanglar. Tezroq yetishimiz kerak. Boradi ham, oldingilar juda ham zo'r bo'lgandi. Men eshigim taqilyapti. Hozir bitta eshikka qarab qo'yib, kim keldi ekan? Ana shunaqa zo'r o'yin bo'layotgan vaqtda kim meni bezovta qilishga haqqi bor. Salom, jetel. Salom. Yaxshimisan, kompot bo'lyaptimi? Meni yubordi senga. Aytgan ishlarni qildingmi? Aytgan ish qanaqa ish? Menga qanaqa? Zombi aplikatsiyalari kelishi yaqinlashmoqda ekan. Shunga o'z tayyorgarligingni ko'ryapsanmi? Ha, men tayyorgarlik, meni yodimdan ko'tarilyapti ekan. Men tayyorgarlik ko'rmayotgan edim. O'sayotgandan keyin esimga keldi. Yo'q, hozir menga qarang, meni tayyorlamayotganini hech kimga aytma. Men bir kunda hammasiga ulguraman, hammasiga tayyorlanib olaman. Xo'p, hech kimga aytmayman, lekin mer yomon qiladi. Zombi aplikatsiyalar juda ham yaqinlashmoqda. Eng yaxshi ishongan tog'imiz sensan, kompot. Menga 5 yil oldin aytgan edi. 5 yil qanaqa vaqt, bu katta vaqt ichida nimalar qilmasa bo'lmaydi, lekin 5 yil oldin aytgandi-da, men unga tayyorlanmayotganim. Endi nimadir qilishimiz kerak. Nima qilamiz ekan? Men o'ylanyapman, nima qilamiz. Hozir cherkovdan bir narsalar olishimiz kerak. Qishloqqa meni tayyorlamayotganimni hech kimga aytma. Xo'p, merga xo'p tayyorlanyapti ekan deb aytib qo'ying, xo'pmi? Xo'p, kompot, lekin sen tayyorlanishing kerak. Mer aytganda, cherkovning 2-qavatida kalt bor. Keyin omborda yaxshigina zombilarga qarshi kurashimiz uchun yaxshigina narsalar bor deb aytgan edi. Ha, men uni qilaman. Hozir cherkovga borib narsalarni olib men tayyorlanaman. Keyin u zo'r narsalar bor degan edi. Xayr, men hozir cherkovning 2-qavatiga chiqib kalitni olib kelsa, omborga borishimiz kerak. Cherkov 2-sandiq bo'yicha shu yerda. Mana kalit topdim, mana menda kalit bor. Endi omborga borib tez narsalarni olib tayyorlashimiz kerak. Vaqt juda ham kam qolmoqda. Hamma umidi mendan, qishloqning hamma umidi mendan. Qo'shinglar. Zombi applikatsiyalarini yo'qotishimiz kerak. Zombilar bizga hujum qilganda biz juda ham shay turishimiz kerak. Hamma yoq qishloqni men himoya qilishim kerak. Qishloqning barcha umidi mendan. Hozir mana omborni kalitni olaylik, omborni ochamiz-da, eshikni kiramiz, qani ichkaridan changib ketgan. Nimalar bor ekan? Bu yerda bloklar, toshlar, faqatgina bu yerda toshlar bor ekan. Hozir keyin aniqlab ko'rsak, bu yerda to'r bosib ketgan, yo'q, bu yerda hech nima yo'q. Ikkinchi sandiqda esa faqatgina to'rlar, bu sandiqda ham hech nima yo'q. Nimadir tayyorlamaganmikan? Yo'q, mana. Azza qurol topdik, qurol. Biz bu bilan yaxshigina kurashimiz mumkin. Yaxshisi bizga qurol qolarga ikkinchini ochib ko'rishimiz kerak. Endi ikkinchini ochib ko'rsak, qani buni ichida bir narsa bordir, bundan umid qilamiz, bir narsa borligiga. Bu bo'sh ekan. Yo'q. Ajoyib, bu yerda rangli bo'lgan bedrocklar bor ekan. Bedrock. Voy, buni odam yasasa bo'ladi. Bedrocklardan hammasini olishimiz kerak. Hozir olamiz buni. Sizlar ko'ring, hammasi bo'sh. Bunda sabzi bilan qovoq bor ekan. Umuman bo'lmaydi qovoqlar. Hozir bu yerda qovoq kallalar bor ekan. Qovoqli kalla. Uni bedrocklarning ustiga qo'ysak, u bizga zombilarga qarshi kurashadigan mahluqlarni yaratib beradi. Bizga hozir ko'rsataman sizlarga u qanday bo'lishini. Hozir bu yerda hammasini olishimiz kerak. Bu oynali ekan. Hozir biz qanday qilamiz ekan buni? Men tushunmayapman, buni qanday qilar edi? Bu toshlardan juda ham ajoyib zombilarga qarshi kurashadigan narsalarni yasashimiz mumkin. Shuning uchun men ko'pgina olishim kerak. Yog'ochlarni va bedrocklarni hammasini olishim kerak. Hozir bu yerda 64 ta qovoq kalla bor ekan. Qovoq kallalardan keyin esa hammalarini olamiz. Bu skelet deb bizning orqamizda turibdi. Men zombilarga qarshi kurash yo'lining eng zo'r yo'lini topdim. Hozir bu bosh biz mahluqchalar yaratishimiz uchun esa bedrocklarning hammasini olib, bedrocklarning ustiga esa mana shu qovoq kallalarni qo'yib chiqishimiz kerak. Hozir bu yerdan olib chiqamiz. Qaysi sandiqda edi? Yaramas, mana shu sandiqda edi. Bu yerda tilla, zumrad, oynali, kitobli, quyoshli, hamma bedrocklar bor. Biz qishloqni himoya qilishimiz uchun bor jon-johtimizni berishimiz kerak. Hozir bu yerdan olamiz, hammasini olib chiqamiz. Tez olishimiz kerak va tayyorlanishimiz kerak. Zombilarga qarshi kurashish uchun vaqtlar hammasini yasab chiqishimiz kerak. Mana bu qo'rg'on tepaga qo'yib qo'yamiz. Bizga qurol hozircha shart emas. Bularni ham olib chiqsakmikan? Yo'q, bular kerak emas. Bulardan tayyorlab bo'lmasa ham kerak. Hozir biz bu yerdan qishloqni qo'riqlashimiz uchun har doim qishloqning o'rtasiga tayyorlashimiz kerak. Bu yerga qo'lni yasaymiz, qo'lini keyin bosh qo'yib, qovoq bosh. Mana ajoyib bo'lgan maxluqqa o'xshagan bedrockli maxluqcha tayyor bo'ldi. Mana qo'lini qo'yamiz, oyog'ini qo'yamiz, qovoqni kallasiga.
Yo, bundan g'ishtdan bo'lmas ekan, hozir biz qaytadan chopib olamizda, uni g'ishtni qalqon sifatida o'rnatib qo'yamiz. Qalqon bo'ladi. Hozir bu yerdan kelka bilan chopaylik, tez-tez bedroqdan qilishimiz kerak ekan. Birinchi hozir biz bu yerga maxluqlar kelib qolmasligi uchun, hammadan yashirinishimiz uchun bu yerga hamma narsa qo'yib chiqishimiz kerak. Ajoyib bo'ldi. Bu yerga qo'yaylik, oyog'i kitobli bedroq yasayapmiz. Bu qarang, kitobli javonliklar. Kelching, ana bu kitobliklar juda ham yaxshi mort bo'ladi. Tez o'lib qolishi mumkin zombilarga qarshi. Shuning uchun ham kitoblikni kamroq yasab, boshqa narsalarni ko'proq yasashimiz kerak. Hozir bu yerga oynani tepamiz. Mana endi zumraddan qilamiz. Zumrad eng baquvvati bo'ladi. Bu hamma zombini bitta yer tishlab tashlab mumkin. Bu yerga endi bunasini olmosdan qilamiz. Olmos ham juda ham ajoyib bo'ladi va buni o'ylashi ham qiyin bo'ladi. Olmosni ko'ryapsizlarmi? Qanchalar tiniq bo'lingan. Hozir yana bir ikkita olmosdan qilaylik, qo'lni qo'yamiz. Boshiga qovoq bosh qo'yamiz. Qarang, qovoq bosh xohlaganiga qo'ysa, odamga o'xshab ketar ekan, blokbasterlarga qo'ysa. Shuning uchun hammasidan juda ham ko'proq hozir bu yerda tilladan yasaymiz. Tilla ham ajoyib bo'lib, keyin mort bo'lmaydi-da. Kitoblar esa tezgina o'lib ketishi mumkin. Bular hech qachon o'lmaydi. Bu qovoq boshiga qovoq qo'yamiz. Bu esa qog'ozli. Qog'oz ham unchalik ham yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun mana toshlardan ham qilishimiz kerak bir ikkita. Hozir boshlaymiz, qo'lni qo'yamiz. Bu yerdan qanday toshli ham ajoyib bo'ldi. Hozir bu ikkalasi urushyaptimi? Yo, bular urishmaydi. Biz endi zombilarni kutishimiz qoldi. Faqat biz endi hammasini qilib bo'ldik. Yana bir ikkita oynalilarni ham qilishimiz kerak. Axir oyna bu berentli bloklardan ham qilaylikchi. Bu qovoq boshni qo'ysa hammasiga, keyin esa bu yog'ochli blokdan ham qilamiz. Yog'ochli blok ham baquvvat bo'ladi. Yog'ochlar eng baquvvat narsalar hisoblanadi. Yog'ochli blokga ham qovoq boshni qo'ysak, yana bloklar obsidian, qora marmar toshlarni ko'mir toshlardan qo'yib qilsak, bu ham ajoyib bo'ladi. Bu barakalla. Kimdir bu omborga bunaqa toshlarni qo'yib ketgan bo'lsa, hammasiga baraka topsin. Kimdir juda ham bizni qishloqda o'ylaganda, qishloq yo'q bo'lib ketmasligini, qishloqdagi odamlarni hech kim yo'q bo'lib ketmasligini hamma o'ylagan. Bu bombali blokbaster. Bu o'lib qolsa o'zi portlab ketib turgan qishloqni yo'q qilib yubormas ekan. Somonchali blokbasterlarga qochib ketayotib, somonchalidan ham blokbasterlardan qilamiz. Qo'l qo'ysak, ajoyib bo'ldi. Somonchadan ham bo'ldi-da. Bular qishloqdan hech qayerga ketib qolmaydi. Bular faqat zombi kelganda zombi bilan urushadi. Shuning uchun ham bularni qo'yib ketgan. Oldingi martalar kelganda bulardan foydalangan, keyin esa bu samara bergandan keyin bularni foydalanishni boshlagan. Keyin har doim saqlab qo'yadigan bo'lgan. Biz hammasini ishlatib olmasligimiz kerak. Keyingi marta keladigan zombilarga ham yordam berish kerak-da. Bu odamlarga ham bu oynali. Yo, ko'rasizmi qanchalar shaffof oynali. Bu ham zo'r urishadi. Voy, mana buni qarang, bu juda ham zo'r oynali hisoblanadi. Bundan oldingi suvli edi, adashib oynali deb. Hozir mana endi kech ham tushib qoldi. Zombilar keladigan vaqtlar ham kelib qoldi. Bular hamma yerda tarqab yuribdi. Zombilar kelishni endi boshlaydi. Shuning uchun biz pistoletlarni ham olib, ularni jangga tayyorlashimiz kerak. Hozir zombilar qachon kelishini hech kim bilmaydi. Xohlagan vaqtda zombilar bosib kelishi mumkin. Masalan, mana boshladi. Paq. Otamiz hozir zombilarni biz pistolet otib o'ldiramiz. Zombilar hozircha kam kelyapti, endi ko'payadi. Zombilar qishloqni bosib ketadi. Hamma taraf. Pistolet ham o'q tugab qoldi. Uni tashlab yubordik. Bu yerda jang boshlanib ketdi. Qarang, voy, mana zombilarni qirib tashlayapti bular. Ko'rasizlar, blokbasterlar qanchalar zo'r zombilar bilan urushadi. Sizlar ham zombilarga yo, meni urma, qoch. Yo'q, men jonim kam qolyapti. Qoch. Blokbasterlar, yordam beringlar menga tez. Qoch, bu yerdan qochib. Blokbasterlarni o'zlari yeb tashlaydi zombilarni. Zombilar meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Jonimni qarang. 4tagina, 5tagina jonim qoldi attiga. Yo'q, nimaga zombilar faqat meni izlab kelaverishadi? Bu bo'lmaydi. Men qochishim kerak. Tez. Qoch bu yerdan. 5tajon 4tagina jonim qoldi. Hozir men nimadir yeb olishim kerak va jonimni to'ldirishim kerak. Hozir. Blokbasterlar yomon zombilarni yaxshigina urishyapti. Jedullar ketamizlarmi? Biz qochamiz. Kompozitsiya ham qoch, o'zlari yengadi blokbasterlarning. Blokbasterlar lekin kam qilyapti. Men tarvuz yeb olay. Tarvuzni yem. Tarvuzda ham mazali ekan. Tarvuzni yeb ham bo'lmayapti. Yo, kirga mana bo'ldi endi. Ajoyib bo'ldi. Endi yedik. Blokbasterlar zombilardan ustun kelyapti hozircha. Lekin zombilar juda ham ko'p.
ularni endi hammasini qirib tashlashga jetinglar yordam beringlar bor. Yo'q, yo'q, biz qo'rqamiz. Bizda hech qanaqa qurollar ham yo'q. Mayli. U blokbasterlar o'zi yeb tashlaydi zombilar. Zombilar ham juda ham kuchli bo'ladi. Ancha bloklar o'lib ketdi blokbasterlar. Bu yerda mana bu bomba portlagandan keyin bu cherkovning ham yarmini yo'q qildi. Boya TNT'li ana qilganimizdan keyin TNT'li blokbasterdan qilganimizdan keyin u o'libdi. Keyin bir portlab ketibdi-da. Voy, mana bu zombilarning go'shtlarini qarang, bu go'sht. Videoga like bosing, bizni qo'llab-quvvatlang. Xayr.